Dalaga olib borib qo'yib qo'ysanglar ham 100 ming so'mga arzimaydimi? To'g'risini aytinglar, arzimaydimi? Zerikib qolmadinglarmi? Bugun yana sizlarga arzon narsalar. Xo'p. 4 metrlik daroshkamiz 150 ming so'm. Olib keting. Mana bu daroshkani 50 ming so'mga olib keting. Mana buni 40 ming so'mdan donasini olib keting. Bu kigiz deydi, nima deydi? Mana junladan to'qilgan kimi polizax. Kim uydagi ayollariga oshxonasiga yo o'tga zax o'tib turgan joyiga tagiga yoyib olib, ustiga gilam solmoqchi. Juda issiq ushiydi. Bu ham 50 ming so'm, olib keting. Bugundan qolmaydi. Bugundan qolmaydi bular. 150, 50 mingdan qolgani. Mana bularni 40 mingdan. Olib ketinglar. Ustidan yurmaylik. Bitta yuvorasizlar zo'r bo'ladi. Ikki tabaqli eshigingiz mana 300 ming, orqasidagi rom 200 ming. Mana bu oldin moda bo'lgan romlar bor edi Akfadan. 3tasi ham ochiladi. Qancha ochilish ko'p bo'lsa, shuncha qimmat bo'ladi. Xabarlar bor. 750 ming so'mdan. Ikkalasi mana bu romlar 500 ming so'mdan Akfalar. Kattasi ham mana 2 metrlisi ham 500 ming so'm, mana bular ham 500 ming so'm. Naryoqdagi sal kattaroqlari bor, 600, 700 shunga qarab. Mana to'g'rida rom qarab turibdi. Meni olib ketinglar 100 mingga deb. Ikkita oyna qo'yib olsanglar, sizlarga 150 mingga tushaman deb meni olib ketinglar deb turibdi. Ha, romlarimiz mana eshigimiz 200 ming ishlatilmagan, 750 ming mana 200 tak. Razmeri yozilganda topolmay qoldim. 80 ga 230 bo'lsa kerak. Mana eshiklar mana yog'och eshiklar 300 ming so'mdan. Mana temir eshigimiz mana domlaga qo'yiladigan korobkasi bor 700 ming so'm. Mana yangi